Demak, dastlabki texnikamiz 1990-yil ishlab chiqarilgan samosval zil sotiladi. Holati yaxshi, motor korobkalari yaxshi, rama, kuzovlarda ham hech qanday muammosi yo'q. Ishga tayyor holati deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Buxoro viloyati, narxi esa $8500 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi texnikamiz esa zil 130 samosval texnikamiz sotiladi. 1986-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor Ural motordan, balonlari bez kamerlik, holati yaxshi, faqat ishlatish kerak, xarajati yo'q deyishmoqda. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $9000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir zil sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor yaqinda remont qilingan, balonlari o'rta holatda, gaz balon 7 talik, hamma joyi yaxshi, rami butun, hech qanday xarajati yo'q. Manzil Toshkent viloyati, narxi $7500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir zil 130 sotiladi. Holati yaxshi, mashinaga mehr berib yig'ilgan, o'zimiz uchun yiqqanlik, pul zararligi uchun sotilyapti deyishmoqda. 1986-yilda ishlab chiqarilgan, motor Ural motordan, holati zo'r, xullas ishga tayyor, hamma joy soz holatda. Manzil Toshkent viloyati, narxi 75 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying, biz esa davom etamiz. Bizda esa navbatda yana bir zil sotiladi. 1977-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, motor korobka, rama, kuzovlari hamma joy soz holatda. Narxi $4000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, texnika egalaridan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda navbatda yana bir zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, ishga tayyor holatda, hech qanday xarajati yo'q, motor korobkalari ham yaxshi, anchadan beri ishlatilmayotgan, uyda turibdi, lekin ishga soz holati deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent shahri, narxi esa $9000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Navbatda esa akalar yana bir zil avtomashinamiz sotiladi. 1985-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, yurib turgan texnika, hadovoy korobka reduktorlari yaqindagina remontdan chiqdi deyishyapti. Bittagina ayb bor, motor ozmoz moy yeydi deb ma'lumot qoldirishgan. Ural motordan, qaytaraman, motor ozmoz moy yeydi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Samarqand viloyati, narxi $8000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa akalar Isuzu samosval sotiladi. 5 tonnalik, ammo 10 tonnagacha yuk oladi deyishyapti. Motor turbina motor, kapremont qilingan, korobka 6 talik, orqa most gurzavoy deyishyapti. Balonlar hammasi yangi, 2 ta 200 talik yangi metan gaz balon o'rnatilgan, xarajati yo'q, ishga tayyor. Manzil Toshkent viloyati, narxi $30000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, texnika egalaridan batafsil ma'lumotlarni olishingiz ham mumkin bo'ladi. Navbatda esa 10 tonnalik Isuzu avtomashinamiz sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 59000 deyishyapti. Gaz balonlari bor, gaz balonlari 240 kubalik deyishyapti. Kuzov esa 40 kubalik, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, hech qanday xarajat yo'q. Manzil Jizzax viloyati, narxi $750 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan.